Ha? Nima deb o'ylading? Aka, haqiqiy emasmi bu? Haqiqiy u. Bugun juma, dam olish kuni. Ertaga ertalab 9 dan obedgacha ishlaydi. Boy. Iya, vaqtim qopdi-yu. Iya, Avarachga hayron bo'lyapsan. Snapchatda jinda basharasi yo'q ekan. Davay tezlashtir. och qoringa kallaki ishlar kelmayapti. Pizza payt topib. Yo, uni iloji yo'q. Indis kinolarda bo'ladi tilay bajarish. Real hayotda unaqa emas. Hozir 1 minut chiqib olay. Akaxon, endi nima bo'ladi? Maslahat berishim mumkin. Akaxon, bir ilojini qilaylik. Akalama, men sendan 1200 yosh kattaman. Ha, bo'pti, maslahat aytingchi. Bellissimo pizzada aksiya bo'lyapti. Telefoningni bersang, bir o'yla ko'rsatib tushuntiraman. Oh, maza qildim. Hozir ikkinchilarga o'ylab olay. Xotinmi mashinami? Xotinmi mashinami? Mashinasi bor xotinchi. Ha. Nima maslahat berasiz? Hozir kirasan, yaxshilab torat chiqib, Allohdan duo qilib so'raysan, mashinasi bor xotin. Bo'ldi. Ha, yaxshi. Endi uchinchilarga ishlaydi. Bo'ldi, tugadi. Uchinchi tilingni hozir ayt. Iya, ikkinchisi qaysi biri edi? Mashinasi bor xotinchi dedim-ku, o'sha ikkinchisi edi. Bilaman siz Rossiyadasiz. Rossiyadan O'zbekistonga yaxshi kursda pul yuborishni o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga xohlang so'mda, xohlang AQSh dollarida pul yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va uydagilaringizga yaxshi kursda pul yuboring. Hozir Ustoz cho'chimni hammasini nazorat ostida ilib olaman. Ustoz tushib ketdi, ilanmadim shekilli. hamma hech narsa qilmaydi bu Oppo A5 Pro-yu, bardoshli telefon. Qani olib beringchi? Telefonda hech narsa qilmabdi, sinmabdi. Shogird bu telefon 14 ta harbiy sinovdan o'tgan, zarbaga qarshi himoyalangan, korpusi kuchaytirilgan, ekrani 160% ga avvalgisidan bardoshliroq. Qisqasi, bu smartfon emas, bu zirq bu. Usta, telefoningizga loy tegibdi. Anetta suvga olib quyib yuboring. Bu telefon 18 xil suyuqlikdan omon chiqadi. Hatto 80 gradus issiq suvga solsangiz ham ishlayveradi. Ustoz, men yugurib keldim, meni chaqiraverdingiz. Esimga tushsa aytib yuborsam bo'laveradimi? Ketdik do'stim, biz uyda o'tiramiz, muzdekina. Konsertning bormi? Ha, borda. Vaqtlar aytmaysizmi? Ketdik. Keling do'stim, mana shu yerda muzdekina o'tiraylik. Konsertning yo'q ekan-ku. Hali xolodilnik bor, shunday eshikni ochib qo'yamiz. Muzdekina bo'lib o'tiramiz mana. Xolodilnik buzilib qolmaydimi? Yo'q, xavotir olmang, buzilmaydi. O'tiring, keling. Shabodasini qarang kelishini. Kim ochib qo'ydi xolodilnikning eshigini? Ichidagi narsalar aynib qoladi-yu, ho'kiz shunga farosating ishlamaydimi? Nima senga? Valni xolodilnik yaxshi, baquvvat, kam to'ka ishlaydi desam, konditsioner qilib ishlatasanmi? Mana tayyor turibdi tepasida konditsioner. Ochasan, uy muzlaydi. Eshikni ochib ketaman, yopmagin, mehmon kelyapti, hovli ham muzlasin.